Qadimgi bir rivoyat bor. Har bir insonning ichida ikkita bo'ri yashar ekan. Biri oq bo'ri, biri qora bo'ri. Ular ichingizda tinmay, bir soniya ham to'xtamay o'zaro jang qilishar ekan. O'sha aytingchi. Ular jang qilsa, qaysi birini yengadi? Qaysi birini ko'proq boqsangiz, qaysi biriga ko'proq yemish bersangiz, o'sha yengadi. Hayot bu kurash degan gapni ko'p eshitganmiz. Lekin bu kurash aslida kim bilan? Qo'shni bilan emas, rahbar bilan emas, siz yashayotgan davlat yoki sharoit bilan ham emas, siz ko'ra olmaydigan raqobatchi bilan ham emas. Eng katta va eng og'ir kurash o'zingiz bilan. Eng katta raqibingiz bu o'zingiz. Har kimning ichida ikkita inson yashaydi. Birinchisi rivojlanishni xohlaydi. Kitob o'qishni, sport qilishni, tinimsiz mehnat qilib, yangi ko'nikma o'rganishni xohlaydi. O'z oilasiga hech kimnikidan kam bo'lmagan yaxshi hayot qurishni, sog'lom, kuchli va tiniq tana qurishni xohlaydi. U kelajakni ko'radi. Bu qiyin bo'lsa ham to'g'ri yo'lni tanlaydi. Va ikkinchisi esa buning mutlaqo aksi. U doim oson yo'lni tanlaydi, qiyin qarorlardan, mas'uliyatlardan qochadi. Charchading, qo'y, ertaga qilasan deb sizni ovutadi. Va doim sizni botqoqqa tortuvchi shirin, aldamchi yolg'onlarni yaxshi ko'radi. Eng qizig'i va eng dahshatlisi nima bilasizmi? Bu ikki ovoz ham sizniki. Siz har soniyada o'zingiz bilan o'zingiz urushasiz. Sizning eng katta dushmaningiz ham, eng katta do'stingiz ham ichingizda o'tiribdi. Siz kitob o'qiyman, sohamni mutaxassisi bo'laman deysiz. U ichingizda turib, erta boshlaymiz, charchading deydi. Telefonni ol deydi. Siz ertalab yuguraman, sog'lig'imni tiklayman deysiz. Bu esa bir marta yashaymiz-ku, uxla deydi. Siz o'zimni yig'ishtirib olaman, ozaman deysiz. Bu sizga dunyodagi eng shirin ovqatlarni eslatadi. Siz pul yig'aman, kapital qilaman deysiz. U yana bitta keraksiz xarid yoki ko'z-ko'z uchun bahona topib beradi. Ko'pchilik hayotini tashqi dushmanlar, inqirozlar yoki sharoit buzyapti deb o'ylaydi. Yo'q, aslida odamlarning hayotini kundalik kichik mag'lubiyatlar buzadi. Ertalab budilnik jiringlaydi, siz uni yutqizasiz. Rejadagi kitob o'qilmay qoladi, yutqizasiz. Vaqt ijtimoiy tarmoqlarda bekor ketadi, yana yutqizasiz. Va bu bir kun emas, bir hafta emas. Bu narsa yillar davomida takrorlanadi. Keyin esa odam oynaga qarab hayron qoladi. Nega hayotim o'zgarmadi? Nega men hali ham o'sha botqoqdaman? Hayotning juda qattiq bir qonuni bor. Hech kim bir kunda semirib qolmaydi. Hech kim bir kunda kasob bo'lmaydi yoki qarzga botmaydi. Hech kim bir kunda muvaffaqiyatsiz ham bo'lib qolmaydi. Bu xatolarning hammasi sekin-asta yig'iladi. Kundalik kichik qarorlar va kichik mag'lubiyatlar oxirida katta va ayanchli taqdirga aylanadi. Bir kun vaqtli turmasam nima bo'libdi? Bir soat reels ko'rsam nima bo'libdi? Bitta somsa bilan o'zgarib qolarmidim? Kechasi 12 da ham xalajlikni ochishdan erinmaysiz va qarabsizki, plus 10 kilo. Ko'pchilik o'ylaydi, mana shu 15 kiloga ossam bo'ldi. Kuchli diyetolog topsam, menga yaxshi parhez yozib bersa, muammo hal bo'ladi. Yo'q, adashasiz. 15 kiloga ozish bu jangda tugashi emas. Bu jangni boshlanishi. Chunki vazn tashlash uchun kuchli diyetolog, yaxshi parhez yoki vaqtinchalik cheklovlar kifoya qilishi mumkin. Ular sizni majburlab ozdiradi ham. Lekin o'sha tashlagan vazningizni, o'sha chiroyli va sog'lom tanangizni bir umr saqlab qolish uchun nima kerakligini bilasizmi? Intizom kerak. Bir umrlik intizom. Nega odamlar ozadi-yu, diyetolog bilan kurs tugagandan keyin yana 2 barobar semirib ketadi? Chunki ular ichidagi raqibni yenga olishmagan. O'sha raqib hech qachon yo'qolmaydi, u hech qachon o'lmaydi. U har kuni siz bilan birga o'ylanadi. Har kuni kechqurun oshxonaga kirganingizda qulog'ingizga shivirlaydi. Buguncha yeyaver, hech narsa qilmaydi. Bugun mashq qilma, o'zingni qiynama, shundoq ham ozib bo'lding-ku. Hayot aslida juda adolatli. U hammadan bir xil narsa talab qiladi. Narx. Va bu narx doim intizom bilan to'lanadi. Siz chiroyli va kuchli tanani xohlaysizmi? Demak, uni ortidagi mashaqqatni, nafsni tiyishni bir umrga qabul qilishga majbursiz. Diyetolog sizga yo'lni ko'rsatadi xolos. Lekin u yo'ldan yurish faqat sizning intizomingizga bog'liq. Shuning uchun men intizomni qamoq deb emas, chinakam erkinlik deb hisoblayman. Intizomsiz odam hech qachon erkin bo'la olmaydi. U nafsining quli, u kayfiyatining quli, u dangasalikning va hissiyotlarning quli. Kayfiyati bo'lsa ishlaydi, bo'lmasa yo'q. Xohlasa harakat qiladi, xohlamasa to'xtaydi. Aybni sharoitga, genga yoki suyagim yo'g'onligiga ag'darib o'tiraveradi. Bu erkinlik emas, bu qaramlik. Kuchli inson esa boshqacha yashaydi.
u xohlaganday emas, kerak bo'lganda harakat qiladi. Charchagan bo'lsa ham, kayfiyati nol bo'lsa ham, tizimni, va'dasini va kundalik odatlarini buzmaydi. Mana shu intizom, mana shu xarakter, mana shu haqiqiy kuch. Shuning uchun dunyoda muvaffaqiyatning siri nima deb so'rashganda, men mingta chiroyli terminlarni aytmayman. Bitta javobni beraman. U ham bo'lsa intizom. Talant yaxshi narsa, bilim ham yaxshi, omad ham yomon emas. Lekin bularning hammasini intizomsiz bir soniyada yo'qotish mumkin. Ammo intizom bo'lsa, sizda hech vaqt bo'lmagan taqdirda ham asta-sekin g'ishma-g'ish hayotingizni, sog'lig'ingizni, kelajagingizni kuchli qilib qurish mumkin. Gapni indallosi do'stlar. Hayotda uzoqqa boradigan odam eng aqlli yoki eng talantli odam emas. Hayotda o'zini yenga olgan odam yutadi. Tamom. Shuning uchun mana shu video tugaganda atrofga qarashni to'xtatingda, o'zingizga bitta ochiq savol bering. Aslida sizni hayotda kim mag'lub qilyapti? Aytingchi, bormi shunaqa o'zi odam? Borsangizda barmog'ingiz bilan ko'rsatib to'g'ridan-to'g'ri, mana aynan seni deb meni hayotim buzildi. Seni deb semirib ketdim. Seni deb qarzga botdim va maqsadlarimga erisha olmadim deb ayta oladigan odamingiz bormi? Yo'q, birodar. Unaqa odam tashqarida yo'q. Oynani oldiga boring. Barmog'ingiz bilan o'sha oynadagi aksingizga qarab ayting bu gapni. Chunki har kuni ertalab budilnik chalganda yana ozgina uxla deydigan, kechqurun oshxonada yeyaver, hech narsa qilmaydi deb sizni sotadigan yagona dushman ham ana shu. Agar mana shu ichki raqibni yengsangiz, ishingiz ham, sog'lig'ingiz ham, cho'ntagingiz ham joyiga tushadi. Lekin har kuni unga yutqizib, nafsingizni aytganini qilib yuraversangiz, unda chiroyli hayot, kuchli tana va katta maqsadlar haqida orzu ham qilmay qo'ya qoling. Baribir bo'lmaydi. Hayotdagi eng katta jang ham, eng katta g'alaba ham oynada sizga qarab turgan o'sha inson ustida bo'ladi. O'zingizni yenging va natijani ko'rsating.